Agar bu ayol ximiya olganlarida edi, balki 10 yil yashashlari mumkin edi. 82 yoshli patsientkamiz borlar, Xojona deymiz ularni. Erkatoylar, injiqlar, keragicha 4 yil bo'ldi. 2022-yilda sut bezi saratoni 4-bosqich qo'yganmiz diagnoz. Hech narsaga ko'nmaydilar. Na ximiya terapiya, na nur terapiya, operatsiya qilib ko'krakni oddiy mastektomiya qilib olib tashlash kerak desak ham ko'nmaydilar. Hozir uje ko'kraklaridagi bez tarqab ketgan, butun ko'krakni egallagan. Ba'zan onkologik jarayonlar o'tkir, juda turi bo'ladi. Tez o'sib, jadal rivojlanadi. O'pkaga, suyakka metastaz beradi. Qo'shni organlarni, hayot uchun muhim organlarni siqib qo'yadi va bu hayot uchun juda xavfli. Bu ayolda, hoji onamizda yaxshi turi, ya'ni mana 4 yildan beri yashayaptilar. Shunda aytishadi, ximiya olish shartmi, shart emasmi? Agar bu ayol ximiya olganlarida edi, balki 10 yil yashashlari mumkin edi. Balki ximiya olishni tushunish kerak, ximiya olishdan qochish kerak emas.